yurib turgan tayyor oziq-ovqat biznesi teng yarim narxi 50% chegirma asosida srochniy narxlarda sotilyapti. Xarid qilganingizdan keyin bugundan daromadga bemalol kirishingiz mumkin. Joy arenda narxi $1300. Do'konning egalari $30,000 bersin, berib yuboraman deyapti. Ichidagi oziq-ovqat, xolodilnik, bitoba texnika hamma narsa nimaiki bo'lsa, sizniki bo'ladi. Faqat mana shu quruq bino faqat arendachiga qariydi. Men sizga ichkarilarni video obzor qilib beraman. Joylashgan joylari Yangi Hayot tumani Sergeli 8-hududda joylashgan lokatsiyalarini esa Telegram kanalimizga qoldiraman. Aka ketdi ichkariga bo'lsa. Ichkariga kirganimizdan keyin men tashqaridagi xolodilniklar firmalarga qariydi, ayrimlari egalariga qariydi. Tashqaridagi xolodilniklar ham egalariga qarashli. Ichkariga kiramizda. Ichkariga kirganimizdan keyin mana bu atmosferani qarang. Salqin, ichkarilari keng, kasbiy zonalari ham bor, hamma narsa tayyor. Hatto mana sigaret polkalari ham arenda to'liydi. Narxlari vasha shikalat. Bu tovarni hozir hisoblasangiz 200 milliondan oshadi tovari. Konditsioner qarang, ko'rsating. Konditsioner, mana bu xolodilnik, mana shu xolodilnik, bu xolodilnik, mana shu ko'rib turgan polka nimaiki ko'rgan bo'lsangiz, hammasi $30,000 narxiga kiradi. Srochniy narxlarda egalariga srochniy pul kerak bo'lganligi uchun teng yarim narxga sotib yuboraman deyaptilar. O'zlariga $50,000 yaqin xarajatga tushgan ekan. Menimcha bunaqa narx hech qayerda bo'lmasa kerak. Plyus bormi, nima biznes qilish bilmaysiz? Mana sizga tayyor biznes, realniy narx. Olasiz, bugundan daromadga kirsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda bular 5 milliondan 7 milliongacha kunlik daromad qilib kelishyapti. Agar siz 24 ga 7 qiladigan bo'lsangiz, ichkariga kiring. 24 ga 7 qilib ishlaydigan bo'lsangiz, bemalol 10 milliondan 15 milliongacha kunlik savdo qilishingiz mumkin. Faqatgina stabilni ishlasangiz zo'r bo'ladi. Qarang, pechonli zonalari ham bor ekan. Ichkarilari kattagina, zonasi zo'r. Bu tomonga keling. Kirganingizdan keyin mana bu yerda esa mo'yshilar qo'yilgan bu tomonda. Bu yerda esa napitkalar, atmosfera zo'r. Maslahatim, telefon qiling egalariga srochniy qo'ldan boy bering. Bunaqa narxda do'kon topishingiz qiyin bo'ladi. Mashinangiz bo'lsa, tez mashina sotingda, sarta bugundan daromadga kirsangiz bo'ladi. Kimga reklama xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, chegirma asosida men sizga reklama qilib beraman. Egalariga qo'ng'iroq qiling, joylashgan joylari Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin.